Muhammad Ali, keyin Senegaldan qaytganimizdan keyin niyatlaring qanaqa? O'zbekiston fuqaroligini ham olish niyating bor shekilli. Конечно, baratam juda ham niyatim bor. Harakat qildim. Har xil jurnalistni so'radim, qanaqa O'zbekiston fuqaro olish qanaqa. Men sal qiyin bo'lib ketdi. Endi shu oxirgi yo'lim qayt davlatim qaytib, pasportimni yangilib qilib kelishim kerak. Faqat dal deport bo'lmasa tinch. Men O'zbekiston fuqaro olishim juda ham niyatim bor. Chunki ikkinchi variantimda biratan juda ham katta orzum bor shu yerda. Biznes qilib ko'p narsa. Chunki mana hayotda hamma narsa mavzuda. Endi ko'rib turamiz, endi yo'llari ko'p ochilayapti, qanaqa bo'ladi. Endi orzular ko'p, brat. Yangi O'zbekiston yoqibdi desang rosa. No, конечно, bratан, yangi O'zbekiston juda ham yoq. Просто chunki mana endi 6 yil masalan 1 kunmas, 2 kunmas. Pastga kelganimdan o'qish bilan keldim-da. O'qishdan keyin hamma sekin ishlar bilan amalib qilib, supada hayot hamma narsa sekin-sekinda. Oldinimiz juda ham qiyin bo'lgan. Oldin bir o'zim emasman O'zbekiston kelganimda boshqa seriklari bor. Ko'pchilikdan qochib ketgan. Ular juda umiyapman. Men aytdim dedim, Ali hayot dedim. Luboy narsa kutish kerak. Agar qiyin bo'lsangiz kutish kerak-da. Sekin-sekin endi qachon zo'r paydan senga shuta bo'lasan. Shunday dedim. Shu paytgacha turib amal o'qiyapma. Endi bittadan muammom bor, shu dokumentlar. Agar bo'lmasangiz tinch yashab yuribman O'zbekiston. Normal. Mehri davlat yaxshi davlat, zo'r. Sheriklaring o'zbekchani o'rgana olmay ketib o'rgan. O'rganib ketmoqlar. Ular ham yashash qiyin, chunki dillarda hamma shu yashash kom fuqaro olishida sal qiyin bo'ladi ular. Meniki tomon dedim, Ali dedim, boss yaxshi bo'ladi dedim. Endi amal olamiz. Ala suv yordamimiz keraklar, pasportimiz. Kimdir yordam bersiz qo'lingizdan xursand bo'lamiz, to'g'risi. Seni qo'llab-quvvatlaydi, chunki Tashqi ishlar vazirligi ham, odamlar ham, chunki seni ko'p kuzatamiz, kommentariyada senga nisbatan yomon gap yo'q-da. Seni yaxshi ko'radi o'zbek xalqi. Shu hojalarning sizlarning ham yordam juda ham kerak. Kimdir qo'lingiz kelsa bo'lsa, bemalol.